Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun menimcha hayotiy muhim ahamiyatga ega. Balki hozirda siz odatiy deb bilgan, kundalik qilib yurgan oddiy ishingiz ham katta jarima yoki jiddiyroq jazolarga sabab bo'lishi mumkinligidan bexabar bo'lsangiz kerak. Haqiqat shuki, so'nggi paytlarda qonunchiligimizda jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ba'zi harakatlar uchun belgilanadigan jarimalar miqdori keskin oshirildi. Yangi taqiqlar kiritildi va hatto yangi turdagi jazo choralari ham qo'llanila boshladi. Bu ma'lumot har biringiz uchun kritik, muhim. Chunki u sizni sezilarli moliyaviy yo'qotishlardan yoki undan ham jiddiyroq muammolardan qutqarishi mumkin. Shuning uchun videoni davom ettirishdan oldin bir zum to'xtab kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bu juda muhim ma'lumotning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo yaqin o'tmishga bir nazar tashlaylik. Undan keyin esa bugungi kunimizda yuz bergan o'zgarishlarni tahlil qilamiz. Hali ham ko'pchiligimizda shunday stereotip mavjudki, ayrim mayda huquq buzarliklarga nisbatan huquq tartibot organlari xodimlari birmuncha yumshoqroq munosabatda bo'lishadi. Jarimalar esa asosan ramziy ma'noga ega bo'ladi. Masalan, jamoat joylarida tartib buzish, chiqindilarni noto'g'ri joyga tashlash yoki transport vositalarini noto'g'ri to'xtatish kabi holatlarda ilgari ko'pincha ogohlantirish beriladi yoki jarima miqdori minimal edi. Ba'zan esa nazorat birmuncha sustroq bo'lgani sababli ayrim huquqbuzarliklar umuman e'tibordan chetda qolar edi. Odamlar o'z harakatlarining yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan oqibatlarni jiddiy qabul qilmasdilar. Masalan, bir o'rta qonunbuzarlik uchun belgilangan jarima minimal ish haqi miqdorining 0,5 baravari, ya'ni taxminan 100 ming so'm atrofida bo'lgan bo'lsa, ko'pchilik uchun bu katta muammo tug'dirmasdi va ba'zan bu jarimalar jiddiy tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo'lmasdi. Ya'ni jarimani to'lab, yana shu qoidabuzarlikni takrorlash holatlari uchrab turardi. Biroq bugungi kunga kelib ahvol butunlay o'zgardi. Hukumatimiz va qonun chiqaruvchi organlar bu borada jiddiy choralarni qo'llashga qaror qildilar. Endi kichik huquqbuzarlik degan tushuncha deyarli qolmadi. Jamiyatda tartibni mustahkamlash, shahar va qishloqlarimizni obodonlashtirish, ekologik vaziyatni yaxshilash va aholining huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida qonunlarga bir qator qat'iy o'zgartirishlar kiritildi. Bu o'zgarishlar ko'plab sohalarga ta'sir ko'rsatdi. Xususan jamoat tartibini buzish, atrof muhitni ifloslantirish, transport vositalarini boshqarish qoidalari va hatto kichik tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq ayrim masalalar bo'yicha ham yangi keskin choralarni nazarda tutadi. Asosiy o'zgarishlar shundan iboratki, jarimalar miqdori bir necha barobar oshirildi. Ayrim huquqbuzarliklar uchun ma'muriy qamoqqa olish yoki majburiy jamoat ishlari kabi jazo turlari kiritildi. Eng muhimi, endi qonunbuzarlikni sodir etgan shaxsning harakatlariga hech qanday yengillik berilmasdan qat'iy choralar qo'llanilishi belgilandi. Bu esa har bir fuqarodan o'z harakatlariga yanada mas'uliyat bilan yondashishni talab etadi. Bu yangi tartiblar nafaqat fuqarolarni, balki davlat idoralarini ham mas'uliyatni oshirishga undaydi. Chunki nazorat kuchaytirilgan. Maqsad bitta: jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash va qulay, xavfsiz muhit yaratish. Asosiy qismi batafsil tahlil: kim xavotir olishi kerak, kimga tegishli emas. Keling, endi bu yangi o'zgarishlarning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar bu qoidabuzarliklarning qurboniga aylanishi mumkin va kimlar xavotir olmasligi kerak? Men sizga bir nechta aniq hayotiy misollar va raqamlar bilan tushuntirib beraman. Birinchi soha: jamoat tartibini buzish va sanitariya qoidalarini buzish. Oldin qanday edi? Ilgari sigareta qoldig'ini yoki boshqa mayda chiqindini jamoat joyiga tashlash ko'pincha ogohlantirish yoki minimal miqdordagi jarima bilan cheklanardi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning MJTK tegishli moddasi bo'yicha bu harakat uchun jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining bihaq mnogo 5 baravardan 3 baravargacha bo'lishi mumkin edi. Ya'ni 100 ming so'mdan 600 ming so'mgacha. Ammo amalda ko'pincha eng past chegara qo'llanilardi. Hozir nima o'zgardi? Endi bu kabi harakatlarga nisbatan nol tolerantlik siyosati joriy etilgan. Shahar va qishloqlarimizning tozaligini ta'minlash maqsadida jarimalar miqdori sezilarli darajada oshirildi. Chiqindini belgilab qo'yilmagan joyga tashlash, ya'ni shahar, qishloq va aholi punktlari hududlarida, jamoat joylarida chiqindilarni tashlash uchun
ajratilgan joylardan tashqariga tashlash behamning 1 baravardan 3 baravarigacha. 2024 yilgi ma'lumotlarga ko'ra 390 ming so'mgacha jarima solishga sabab bo'ladi. Takroriy qoidabuzarlik uchun esa jarima yanada ko'payadi. Hatto ma'muriy qamoqqa olish chorasi ham qo'llanilishi mumkin. Misol bormi? Tasavvur qiling. Ahmad ismli fuqaro shaharning markaziy ko'chasida sigaret chekib, uning qoldig'ini g'aflatda yerga tashladi. Ilgari ehtimol u 100-200 ming so'm jarima bilan cheklangan bo'lar edi. Endi esa unga BHMning 1 baravaridan kam bo'lmagan jarima, ya'ni kamida 330 ming so'm jarima solinadi. Agar u bunga beparvo qarab, shu yil davomida 2-marta shu qoidabuzarlikni sodir etsa, jarima miqdori BHMning 3 baravaridan 5 baravarigacha, 990 ming so'mdan 1 million 600 ming yaqin ming so'mgacha oshadi. Buning sababi aniq. Shaharlarimizni toza saqlash va fuqarolardan mas'uliyatni oshirish. Oqibatda odamlar avvalgidan ancha ehtiyotkor bo'lishga majbur. Misol kelgan. Shahardagi ko'p qavatli uyda yashovchi Mahbuba xola kechki payt qo'shnisi Farhodning baland ovozda musiqa tinglashdan bezor bo'ldi. Ilgari militsiya chaqirilganda Farhodga ogohlantirish berilardi. Endi esa tinchlikni buzganlik uchun 1-marta BHMning 1 baravardan 3 baravargacha jarima solinadi. Agar bu holat takrorlansa, jarima miqdori BHMning 3 baravardan 5 baravargacha ko'payadi. 3-marta takrorlanganida esa ma'muriy qamoqqa olish bilan ham jazolanishi mumkin. Bu holatda huquq tartibot organlari ogohlantirish berishdan ko'ra jarima qo'llashga ko'proq moyil bo'lishmoqda. Ikkinchi soha mayda bezorlik va davlat yoki ijtimoiy mulkni buzish. Oldin qanday edi? Parklardagi o'rindiqlarni, avtobus bekatlarini yozib chizish, mayda qismi buzib qo'yish kabi holatlar ko'pincha bolalarcha sho'xlik sifatida baholanardi. Agar qoidabuzar yosh bola bo'lsa, uning ota-onasiga kichik jarima solinib, tushuntirish ishlari olib borilardi. Katta yoshdagilar uchun esa jarima kamdan kam hollarda 1 million so'mdan oshardi va yetkazilgan zarar miqdorini qoplash talab qilinar edi. Hozir nima o'zgardi? Endi bunday harakatlar jiddiy huquqbuzarliklar qatoriga kiritilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, mayda bezorilik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzuvchi, fuqarolarning osoyishtaligini buzuvchi harakatlar BHMning 3 baravardan 5 baravarigacha jarima solishga yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Davlat yoki ijtimoiy mulkni, jumladan avtobus bekatlari, bolalar maydonchalaridagi jihozlar, ko'cha lampalari yoki boshqa infratuzilma elementlariga qasddan zarar yetkazish ham ancha qattiq jazolanadi. Yetkazilgan zarar miqdoriga qarab, nafaqat yuqori jarima, balki majburiy jamoat ishlari yoki hatto jinoyat ishi qo'zg'atilishi ham mumkin. Misol Baxtiyor ismli talaba do'stlari bilan bahslashib, avtobus bekatining shisha davoriga marker bilan o'z ismini yozdi. Ilgari bu yozuvni tozalash talab qilinishi yoki ozgina jarima solinishi mumkin edi. Endi esa unga mayda bezorlik uchun BHMning kamida 3 baravar miqdorida 990 ming so'm jarima solinadi. Bu uning uchun sezilarli moliyaviy zarba bo'ladi. Agar u o'sha devorni atayin sindirib qo'yganda esa, yetkazilgan zarar miqdoridan kelib chiqib, nafaqat jarima, balki jamoat ishlari yoki jinoiy javobgarlik ham tortilishi mumkin edi. Bu yerda asosiy sabab davlat mulkini asrash va fuqarolik madaniyatini oshirish. 3-soha atrof muhitni ifloslantirish va tabiatga zarar yetkazish. Oldin qanday edi? Qishloq joylarida yoki shahardan tashqarida chiqindilarni belgilab qo'yilmagan joyga tashlash, daraxtlarni ruxsatsiz kesish kabi holatlar kamdan kam nazorat qilinardi. Kichik miqyosdagi daraxt kesish holatlarida jarima miqdori unchalik yuqori emas edi va ko'pincha yetkazilgan zarar qoplanishi bilan ish yakunlanardi. Hozir nima o'zgardi? Ekologik vaziyatning yomonlashuvi va atrof muhitni muhofaza qilish zarurati tufayli bu boradagi qonunlar keskin kuchaytirildi. Chiqindilarni belgilab qo'yilmagan joyga tashlash bo'yicha jarimalar yuqorida aytib o'tilganidek oshirildi. Bundan tashqari, daraxt va butalarni noqonuniy kesish yoki ularga zarar yetkazish uchun juda yuqori jarimalar, yetkazilgan zararni qoplash majburiyati va hatto jinoiy javobgarlik belgilandi. Masalan, daraxtlarni ruxsatsiz kesish uchun jismoniy shaxslarga BHMning 5 baravaridan 10 baravarigacha 1 million 600 ming so'mdan 3 million 300 ming so'mgacha. Yuridik shaxslarga esa BHMning 10 baravaridan 20 baravarigacha 3 million 300 ming so'mdan 6 million 600 ming so'mgacha jarima solinadi. Agar yetkazilgan zarar katta bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortish ham mumkin. Misoldir,
Kichik korxona egasi Bahrom akaga tegishli qurilish materiallari savdo do'koni bor. U qurilish chiqindilarini shahar chetidagi dala chetiga tashladi. Ilgari ehtimol unga 20 million so'mlik jarima solinishi mumkin edi. Endi esa unga behrning kamida 5 baravari, ya'ni 20 million 650 ming so'm jarima solinadi. Agar u taxroran shu qoidabuzarlikni sodir etsa, jarima miqdori yanada oshadi va uning korxonasi faoliyati hatto vaqtincha to'xtatilishi ham mumkin. Buning sababi ekologik xavfsizlikni ta'minlash va tabiat resurslarini asrash. Kimlar xavotir olishi kerak? Bu savolga javob oddiy. Jamoat joylarida faol bo'lgan, transport vositasini boshqaradigan, kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan va eng muhimi, o'z harakatlariga beparvo bo'lgan har bir inson xavotir olishi kerak. Xususan, yoshlar, aholining faol qatlam va tadbirkorlar yangi qonun qoidalariga alohida e'tibor qaratishlari lozim. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Qonunlarga to'liq rioya qiladigan, atrof muhitga hurmat bilan qaraydigan, jamoat tartibini buzmasdan yashaydigan fuqarolar mutlaqo xavotir olmasligi kerak. Zero. Bu qoidalar faqatgina tartibsizlikni keltirib chiqaradiganlarga qarshi qaratilgan. Asosiy qism 2. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar hech bir qoida istisnosiz bo'lmaydi. Yangi qonunchilikda ham ba'zi istisnolar va noaniq jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Istisnolar. 1. Minor qoidabuzarliklarda ogohlantirish. Ba'zi juda kichik huquqbuzarliklar uchun, ayniqsa 1-marta sodir etilgan bo'lsa, huquq tartibot organlari hali ham ogohlantirish berish huquqiga ega. Masalan, juda kichik miqdordagi chiqindini tasodifan tashlab yuborganlik uchun agar bu holatni to'g'rilashga qodir bo'lsangiz, inspektor ogohlantirish bilan cheklanishi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday bo'ladi degani emas. Bu asosan inspektorning ixtiyoriga va vaziyatning jiddiyligiga bog'liq. Qasddan emas, tasodifiy harakatlar, agar sizning harakatingiz qasddan sodir etilmagan bo'lsa, masalan, yiqilib tushganligi sababli biror narsaga zarar yetkazgan bo'lsangiz, jarima miqdori kamayishi yoki jazo turi yengillashishi mumkin. Biroq bu holatni isbotlash sizning zimmangizda bo'ladi. Shu bois har bir harakatda ehtiyotkor bo'lish muhim. Voyaga yetmaganlar uchun alohida qoidalar. Agar qoidabuzarlikni voyaga yetmagan shaxs sodir etsa, unga nisbatan boshqa choralar qo'llaniladi. Ko'pincha javobgarlik ota-onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga yuklanadi. Voyaga yetmagan shaxsning o'zi esa tarbiyaviy xarakterdagi chora-tadbirlar bilan cheklanishi mumkin. Biroq agar yosh bola qasddan og'ir huquqbuzarlikni sodir etsa, yoshiga qarab jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari ham mavjud. Tuzoqlar 1. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Eng katta tuzoq bu men bilmasdim degan bahonadir. Hozirgi kunda yangi qonunlar haqida ommaviy axborot vositalarida ko'plab ma'lumotlar berilmoqda. Har bir fuqaro amaldagi qonunchilikdan xabardor bo'lishi shart. Yurisdiksiyani noto'g'ri tushunish. Ba'zi odamlar mahalliy hokimiyat qarorlari bilan umumrespublika qonunlarini chalkashtirib yuboradi. Har bir hududning o'ziga xos qoidalari bo'lishi mumkin. Ammo ular umumiy qonunlarga zid bo'lmasligi kerak. Doimiy yashash joyingizdagi mahalliy qarorlar va umumiy qonunlarni o'rganish muhim. O'tu, o'zaro munosabatlarni hujjatlashtirmaslik. Agar sizni huquq tartibot organi xodimi to'xtatsa, o'zingizni tuta bilmasdan tortishib ketish jarayonida vaziyatni yomonlashtirishingiz mumkin. O'zaro munosabatlarni iloji bo'lsa, video tasvirga olish qonuniy asosda yoki guvohlar ishtirokida rasmiylashtirish juda muhim. Aks holda uning gapi, mening gapim vaziyatga tushib qolish ehtimoli yuqori. Noaniq nuanslar. 1. Hamma joyda kameralar va jamoatchilik nazorati. Zamonaviy texnologiyalar sharoitida shaharlarimizda video kuzatuv kameralari soni keskin ortdi. Bu esa huquqbuzarliklarni aniqlash va qoidabuzarlarni javobgarlikka tortishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, endi oddiy fuqarolar ham maxsus mobil ilovalar orqali qoidabuzarliklarni qayd etib, tegishli idoralarga yuborishlari mumkin. Bu jamoatchilik nazorati prinsipi nazorat samaradorligini keskin oshiradi. 2. Takroriy huquqbuzarliklar uchun jazo. Ko'plab moddalar bo'yicha 1 yil ichida qoidabuzarlikni takroran sodir etish, 1-martalik jarimadan ancha yuqori jazo, hatto ma'muriy qamoqqa olish yoki majburiy jamoat ishlari bilan jazolanishni nazarda tutadi. Bu shuni anglatadiki, 1 marta jarima to'lab qutulaman deb o'ylash xato. O'ti, yangi qonunlarning kiritilish vaqti. Ba'zi qonunlar yoki ularga kiritilgan o'zgarishlar e'lon qilingandan keyin tez orada kuchga kiradi. Bu haqida ko'pchilik hatto xabardor bo'lmaydi.
Shuning uchun rasmiy axborot manbalarini muntazam kuzatib borish juda muhim. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qism sizning harakatingiz. Ushbu yangi va qat'iy qonunlar sharoitida nima qilish kerakligi haqida aniq va amaliy maslahatlar beraman. 1. Atrofingizdagi vaziyat va jamoat qoidalaridan xabardor bo'ling. Siz borgan har qanday jamoat joyida, bog'larda, ko'chalarda, hatto turar joy majmualarida ham o'ziga xos qoidalar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim parklarda velosipedda yurish taqiqlangan bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi hududlarda tungi vaqtda shovqin solishga cheklovlar qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bu haqidagi ma'lumotlar ko'pincha e'lonlar taxtalarida, belgilarda yoki mahalliy ma'muriyatning rasmiy saytlarida aks etadi. Shuning uchun har doim atrofingizga diqqat bilan qarang. 2. Qonunlarni o'rganing. Bu eng muhim qadam. Siz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni va jinoyat kodeksini to'liq o'rganib chiqishingiz shart emas. Ammo sizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy qoidalar bilan tanishib chiqishingiz zarur. Buni amalga oshirish uchun bir nechta manbalardan foydalanishingiz mumkin. Leh.uz O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. Bu yerda barcha amaldagi qonunlar, qarorlar va nizomlar ochiq holda joylashtirilgan. Siz o'zingizni qiziqtirgan modda bo'yicha qidiruv orqali ma'lumot topishingiz mumkin. Hukumatning rasmiy veb-saytlari, vazirliklar va idoralar, masalan, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishlari vazirligi, Ichki ishlar vazirligi o'zlarining saytlarida qonunchilikdagi yangiliklar haqida ma'lumot beradi. Ommaviy axborot vositalari, televideniya, radio, internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali ham yangiliklarni kuzatib boring. O'ti, shubhali vaziyatlarda videoga oling. Agar siz huquq tartibot organi xodimi tomonidan to'xtatilsangiz va uning harakatlarida g'ayriqonuniylikni sezsangiz yoki shunchaki vaziyatni aniqlashtirishni istasangiz, iloji bo'lsa, suhbatni video tasvirga oling. Biroq bu harakatni amalga oshirishdan oldin odob bilan ruxsat so'rang yoki xodimning o'zini tasvirga olishga haqqingiz borligini bildiring. Shu bilan birga, sizning harakatlaringiz ham videoga tushishi mumkinligini unutmang. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni hal qilishda muhim dalil bo'lib xizmat qiladi. 4. Huquqlaringizni biling. Sizning bir qator asosiy huquqlaringiz mavjud. Sukut saqlash huquqi. Sizga qarshi ish qo'zg'atilganda o'zingizga yoki yaqinlaringizga qarshi ko'rsatma bermaslik huquqiga egasiz. Advokat yordamidan foydalanish huquqi. Har qanday vaziyatda advokat yordamidan foydalanishni talab qilishga haqlisiz. Bu sizning konstitutsiyaviy huquqingiz. Qarorni shikoyat qilish huquqi. Agar sizga nisbatan qabul qilingan qaror, masalan, jarima bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilishga haqlisiz. 5. Jarimalarni o'z vaqtida to'lang. Agar sizga jarima solingan bo'lsa, uni belgilangan muddatda to'lashga harakat qiling. Ko'pgina hollarda jarimani qisqa muddat ichida, masalan, 15 yoki 60 kun ichida to'lash uchun chegirmalar, masalan, yetim pudin chegirma beriladi. Muddatida to'lanmagan jarimalar uchun esa penya hisoblanadi va jarima miqdori oshishi mumkin. Bu esa qo'shimcha moliyaviy yuklamalarga olib keladi. Jarimalarni Davlat xizmatlari markazlari yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (MAY), Govuz bank ilovalari, Payme, ClickUp, Persin va boshqalar orqali to'lashingiz mumkin. 6. Agar jarima bilan rozi bo'lmasangiz, shikoyat qiling. Sizga solingan jarimani noto'g'ri deb hisoblasangiz, sizda shikoyat qilish imkoniyati mavjud. Qayerga murojaat qilish kerak? Jarima solingan qaror ustidan yuqori turuvchi organga, masalan, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi YXSBga agar jarima YXSBB xodimi tomonidan solingan bo'lsa, yoki ma'muriy sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Muddat. Shikoyat qilish uchun belgilangan muddat mavjud. Odatda jarima qarori qabul qilingan kundan boshlab 10 kun ichida shikoyat berish mumkin. Bu muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Qanday hujjatlar kerak? Shikoyat arizasi. Jarima qarori nusxasi, ishga oid barcha dalillar, fotosuratlar, videolar, guvohliklar va boshqalar nusxalari. Qanday yozish kerak? Shikoyat arizasi rasmiy tilda, aniq va lo'nda yozilishi kerak. Unda jarima qarorining seriya raqami, sanasi, qaysi qoidabuzarlik uchun solingani, sizning fikringizcha qaysi sabablarga ko'ra qaror noto'g'ri ekanligi va sizning talabingiz, masalan, jarima bekor qilinishi aniq ko'rsatilishi lozim. 7. Yurist bilan maslahatlashing. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, katta miqdordagi jarima yoki jiddiyroq jazo bilan bog'liq bo'lsa, darhol malakali yurist yoki advokat bilan maslahatlashing.
u sizning huquqlaringizni himoya qilishga, shikoyat arizasini to'g'ri rasmiylashtirishga va sud jarayonlarida sizning manfaatlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Yuqori professional yordamga murojaat qilish ko'pincha kelajakda yanada katta muammolarning oldini oladi. Xulosa va yakuniy cho'rlov. Bugun biz siz bilan yangi qat'iy jarimalar, taqiqlar va jazo choralari haqida batafsil gaplashdik. Bu choralar nima uchun kiritilganini, ular sizga qanday ta'sir qilishi mumkinligini va eng muhimi, o'zingizni bunday muammolardan qanday himoya qilish kerakligini tushuntirib berishga harakat qildim. Esda tuting, bu qonunlar jamiyatda tartibni saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va barchamiz uchun yanada qulay va farovon muhit yaratishga qaratilgan. Bu qonunlarni tushunish va ularga rioya qilishda sizning faol ishtirokingiz hal qiluvchi ahamiyatga ega. Siz bu o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ushbu videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga bunday muhim ma'lumotlarni yanada ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Keyingi videolarda ko'rishguncha